paytgacha bu kim bilan oldi-berdi qilib yoki qarz berib qaytarib ola olmagan summangiz bormi? Adashmasam 15 shu atrofda. 15 ming. 15 million. 15 million. 15 million. Ну, это было в районе $800. 1000 ming, 5000 ming. 300 ming bo'lgan. 300 ming. Umuman 700 ming bo'lgan. to'g'ri. 8 million. $100. Yuzimga qanaqa shunaqa odamlarga o'xshayman. Aka, bunaqa gapirmay cho'chib ketaman. Yo'q, unaqasi bo'lmagan. Bo'lmagan. Olgansiz. O'rtog'imga berib turganidan $500. $500. $500. Beraman deyilganmidi? Albatta. Shartnoma qilganmidingiz? Qilganmiz. Ha, yo'q, yozma. Bo'lsa yo'q, og'zaki aka. Og'zaki. Murskoy bo'ladi, mana shunaqa. Okey. Ismi nima odammi? Ko'radi. Izzat. Agar ko'rsang o'rtoq tezroq qaytarib ber. $800. Yo'q-ma-yo'q. Shartnoma qilganmisiz? Yo'q. Qilmagan, og'zaki kelishilgan. Endi qarang. Endi qarang. Bizda ilova bor, hesabtiga. Play Market yo'g'ida App Store'dan skachasiz olasizda, 2 minut vaqt ichida sizga yuridik kuchga ega bo'lgan shartnoma tuzib beradi. Kelajakda balki kerak bo'lib qolishi mumkin sizga. Ya'ni u shartnoma bilan bemalol sudga tegishli joylarga murojaat qilsangiz bo'ladi.